Qizlar, shamollash sezoni boshlanishi bilan hammani uyida mana shunaqa kombinatsiya paydo bo'ladi, to'g'rimi? Nemesil va Teraflu. Mana bundan foydalanaman, bundan ichaman. Ikkita bokalga alohida tayyorlayman, lekin juda ko'pchilik insonlar shu ikkalasini aralashtirib bitta bokalga tayyorlashadi, bir payt dozada ichishadi. Lekin bu zarar qizlar, qaranglar. Nima uchun? Chunki buni tarkibida paracetamol bor, Terafluni. Nemesil tarkibida mana nimesolit bor. Aynan bu ikkalasi ham jigarda parchalanadi. Bir payt dozda ikkalasi ichilsa, jigarni fermenti oshib ketib, jigarga juda katta yuk tushishi mumkin-da. Shuning uchun ham bu bilan orasi kamida 3 soat bo'lishi kerak. Qizlar, shu uchun hech qachon bu ikkalasini birgalikda bitta idishda damlamanglar. Shamollashdan tuzalaman deb jigaringizga zarar berib qo'yasizlar. Jigarni juda katta zararlab qo'yadi agar buni ikkalasini har doim bitta idishda aralashtirib tayyorlaydigan bo'lsanglar. Alohida idishda tayyorlab, oralig'ini 3 soat qilinglar.